Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 54-soniga xush keldinglar. Bugun biz hukumat va kelgusi degan temada hukumatimizningki tashqi ishlar ministri Salih Xudayar efendimni bu suhbatga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Rahmat. Bugungi temamiz bizningki hukumat va kelgusi. Bu suhbatimizni hukumat va kelgusi dedik. Xo'sh, hukumat nima ish qildi, nima ish qilyapti va nima ish qilmoqchi? Hukumatimiz nurg'un ish qildi. Bugun bu ishlarni qisqartib so'zlashga majburmiz. Chunki agar ishlarimizni birdan-bir so'zlashga to'g'ri kelsa, vaqtimiz yetmaydi. Ba'zi tashkilotlarning mustaqil chiqim partiyasi ostida hukumatga qarshi ilib berilgan oxirgi qitimliq suiqasdda mag'lub bo'lgandan keyin biz to'xtab qolmadik. Biz hukumatimiz qurilganligining 20 yilligini Cumhuriyet kunimizda tantana bilan g'alabalik tabrikladik. Mustaqillik irodamizni namoyon qilib, Amerika Davlat Majlisi oldida haybatlik namoyish qildik. Hukumatimizning siyosiy instituti tarafidan tuzib chiqilgan Sharqi Turkiston hech qachon Xitoyning bir parchasi emas, mustaqillikni asliga keltirish uning birdan-bir chiqish yo'li nomli oq tashli kitobimizni rasmiy e'lon qildik. Sharqi Turkiston milliy kimlik kartamizni iftixor bilan qo'limizga oldik. Va kazalar. Bu ishlarimiz yomon ko'p. Biz qilayotganlarimizni xalqimizga sunamiz, qilolmayotganlarimizga yana izchil tirishimiz. Niyatimiz xolis. Tuvanda Salih Xudayar efendim bilan qilgan xizmatlarimiz ustida suhbat olib boramiz. Xo'sh, Salih Xudayar efendim, Cumhuriyet kunimiz va hukumatimiz qurilganligining 20 yilligi tabrik marosimimizdan bir xulosa qilib bergan bo'lsangiz. Marhamat. Rahmet. Bunun hamda ammadan köylü deyman, amma yana tekrarlay, hem de tekrarlaş mecbur bulanıqız. Ammalar ma'lum 11 ayının 12 günü birinci Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ninki, yani Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ninki kurulganlıqınınki 91. yıl hatırası ve yana ikinci Şarkı Türkistan Cumhuriyeti, yani Şarkı Türkistan Cumhuriyeti deb atalgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ninki 80. yıllıkı yıl hatırası. Şu fırsat bilan biz hem Şarkı Türkistan sürgün hükümetininki 20 yıllıkını, gerçi Şarkı Türkistan sürgün hükümeti 9. ayın 14-si 2014 kurulgan bolsunmu, birlikte bir faaliyeti bunu hatırlaşka hemisi bir faaliyet hatırlaşkını kıldık. Bu jarayonda yana halkımızınki arkadaş joylardan, mesela Avrupa, O'rta Osiyo, Avstraliya ve başka qatordan bizniki o'zimizniki millat vakillarimiz ve hükümet rahbarlarimiz kelib qatnashdi. Ve ondan sırt chet elliklarmi, chet ellik do'stlarimiz, strategiyachilar ve başkalarmi qatorliq qatnashib bu yerda so'z qildi. Hammasininki so'zi asosan o'xshab ketdi desak bo'ldi. Yani o'xshash temlari, yani shu temga asosan Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Ve bunundan başka yol yok ekanligini, yani Sharqi Turkiston xalqining qutulishi uchun Sharqi Turkiston davlatininki mustaqilligini asliga keltirishdan başka yol yok ekanligini hammasi asosan bir shakllar bilan takrorladi. Bazıları dedi bu kişilik hukuk meselesi bilan bu işimiz hal bo'lmaydiganligini ve hazırki yeni hakimiyet, Amerika'nınki yeni hakimiyette belki kişilik hukuk meselelerine o kadar cık konkret işi qaramaslığı mümkün. Ama stratejik meselelerge elbette köngül bildiğanlıqını küravatımız. Ve Şarkı Türkistan dünyanın kelgüsü için nihayet bir stratejik urun. Yani neçe ming yıldan burun mu Şarkı Türkistan stratejik urun bo'lganligi uchun neçe
xil imperiyalar va kuchlar, cho'ng kuchlar Sharq Turkiston ustida urush qilgan. Buni hammamiz bilamiz. Shuning uchun Sharq Turkistonninki muhim ekanligini hammasi ta'kidladi va ba'zileri dediki Sharq Turkiston xalqi, yani ba'zileri do'stlarimiz yana xalqimizga va boshqalarga da'vat ediki bu Sharq Turkiston masalasi kelgan chaqda hamma Sharq Turkistonliklar Sharq Turkistonning milliy manfaatini boshda tutish kerak. Qandaq davlat bilan do'st yoki tashkilot bilan do'st yoki munosabat qilish kerak zarur bo'lgan taqdirdami oldi bilan Sharq Turkistonning milliy manfaati ustun turish kerak hamma narsada kelgan vaqtda. Bizniki hozir qadar qilinayotgan, ya'ni bizniki demay umumiy men Sharq Turkiston uchun da'vo qilyapman yoki Uyg'ur uchun kurash qilyapman deganlarninki umumiy xatoligi va buni chet elliklarimiz zaten keraklik degan bu so'zni da'vat qilmi shu chet ellik. Boshqa nima kelgan chaqda biz o'zimizninki, millatimizningki milliy manfaatini qayirib qo'yib, boshqasininkini ustun qilib olganligimiz uchun shunda g'albisizlik, shunda ahvollarga tushib qoldik. Shuning uchun bundan keyin davomliq oldi bilan Sharq Turkistonning milliy manfaati. Biz har qanday davlat bilan, har qanday tashkilot bilan kurashishga, hamkorlashishga doim tayyor. Ammo biz Sharq Turkiston xalqining manfaatini birinchi o'rinda qo'yamiz. Har qanday bizniki birlam dushmanimiz bor, u bo'lsa Xitoy ishg'olchilari, Xitoy tajovuzchilari. Ondan sırat bizning birlam nishonimiz bor, u bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish. Bu ikki narsa taqashmaydigan holda har qanday davlat bo'lamdi, tashkilot bo'lamdi, shaxs bo'lamdi, biz ular bilan hamkorlashishga tayyor. Buni so'zlagan Amerikalik qarindishimiz, mehmonimizmi o'xshash shaklda dedi. Sizlar oldi bilan, chunki bu Sharq Turkistonga oid muhim bir stratejik rayon bo'lgandan keyin ko'pincha davlatlarningki, ko'pincha kuchlarningki bu yerda bir nimasi bor. Nima deymiz? Bir manfaati bor. Bir manfaati bor. Ammo ularningki ba'zilarininki manfaati bizga to'g'ri kelishi mumkin, ba'zilarining to'g'ri kelmasligi mumkin. Biz yetarki Sharq Turkiston xalqi biz o'zimizning manfaatimizni boshda qilsaqlam qag'ashimiz asosida o'ngshiladi. Biz o'zimizning manfaatimizni, millatimizning manfaatimizni, nishonimizdan chetnab ketmasligimiz kerak. Va hozirga qadar Allohga shukr Sharq Turkiston surgun hukumati bu nishondan va xalqimizning manfaatiga qarshi harakatlarni qilg'idi yo'q inshaalloh va bunday kimni inshaalloh qilmaymiz. Shuning uchun aziz qarindoshlar, yana deydiganimiz, biz oldi bilan Sharq Turkistonning manfaatini boshda qilishimiz kerak. Ya'ni bizning nishonimizni eng ustun, uningdan boshqa ustun bir nishon yo'q, uningdan boshqa ulug' bir manfaat yo'q. Kim bilan qat'iy nazar, nim qilishimiz bilan qat'iy nazar, mayli Amerika bo'lsin, mayli boshqa bir davlat bo'lsin. Buni bilishimiz kerak. Ondan sırat yana ba'zi do'stlarimiz, shu kelgan do'stlarimiz yana biroz umid var bo'lan dedi. Yaqinda, cho'qim yaqinda qutulisizlar. Sizlar izchil menglar, izchil mengib harakatni davom qilinglar. Deb bizga yana ko'ngil ifodalanadi. Ba'zilari kelib Amerika hukumatiningki Sharq Turkiston masalasiga cho'nqur ko'ngil bilishini va ba'zi qiladigan ishlarni o'tirib qo'ydi. Nəhayət yaxşı bo'ldi deb o'ylayman. Oldimizdagi yangi hokimiyat, ya'ni Trump hokimiyat o'tirgandan keyin xili yangiliklar o'tirg'i chiqadiganligini hammamiz balkim azroq bo'lsin ko'ryapmiz xabarlarga qarasak. Oldimizda bir fursat bor aziz qarindoshlar. Biz bu fursat, ya'ni bu biz uchun eng oxirgi fursat. Bu yerda men sizlarni nima dey
Sizlarni ilqi nim qilmoqchi emas. To'xtatmoqchi emas. Ya, ümidsizlantirmoqchi emas. Okay. Ammo bizningki balki eshib kelsa 15 yil vaqtimiz bor. 15 yil ichida biz vatanimizningki bir bo'lingini bo'lmasimi ozod qilamisak, mustaqil qilamisak, bizning ishimiz tamamen mag'lub bo'ladi, ya'ni biz tamamen yo'qolamiz. Bu mag'lub bo'lish yo'tsin, xalqimiz tamamen qirilib yo'qoladi. Shuning uchun bizningki xalqaroga deydiganimiz bo'libmi hozirgi vaziyatda bizningki qutulishimiz uchun, mavjudligimizni saqlab qolish uchun, hatto dunyoninki qutulish uchun, dunyoninki bexatarlik uchun, dunyodagi erkinlikninki bexatarlik uchun Sharq Turkistonning mustaqillikni keltirishdan boshqa yo'l yo'q ekanligini davomli bildirishimiz kerak. Va bu yo'lda harakat qilishimiz kerak. Mustaqilligimizni yangicha deydigan narsa kirib olib buni ko'chaning o'tirsida desak bo'lmaydi, bir bo'lin qazna qichirib shu deydigan narsa demay, ko'chalarga chiqib xuddi boshqalar qilyapti ya, boshqalar va boshqalar qiyganlik uchun butun dunyo ularning davosini bilyapti ya. Tilganmaymi bu qaysilinikini, ammo hammanglar bilyapsizlar kimning da'vat qilganligini. Şu harakat qilganlik uchun butun dunyodan miyada sosyal medyadan tatib, ko'chalardagi namoyishlardan tatib hamma yerda dialoglik uchun xalqaro ularning masalasiga qiziqyapti va ularning masalasi gündem bo'layotdi. Bizning masalamiz meningki biladiganim, masalan, shu bir munofiq shunda dedi ya, bunday qilmaslik kerak. Chunki bu munofiqning qiladigan ishi uyoq chirib mustaqil bo'lamaymiz. Mustaqil bo'lsa Xitoy anda bo'ladi, Xitoyning zimin butunligiga qarshi xilop bo'ladi deb deydi ya. Bular Xitoyning zimin butunligini qo'g'dug'ichilari. Sharq Turkiston masalasini qo'g'dug'ichilari emas. Sharq Turkiston xalqining qo'g'dug'ichilari emas. Bularningki birinchi 5 yil qatirdigan narsa Xitoyning zimin butul atalmış zimin butunligini, bexatarligini qo'g'dimisi bo'lmaydi ya, vazifa shu bo'lgandan keyin. Shuning uchun xalqimizga shunda ta'tir tashviqotlarni qilib o'yin o'ynaydi. Bunda uyallarga aldanmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz hozirgi vaqtimiz nihoyat qiz. Shuning uchun qo'limizdan kelgan barliq harakatlarni hech nima qilmasakmi, shu sosyal medyada Sharq Turkistonning mustaqilligidan boshqa yo'l yo'q ekanligini izchil bildirib turishimiz kerak. Va bundan keyin har qanday parlament a'zosiga, hukumat a'zosiga va yoki bir yaxit yozildigan bo'lsa, bir bo'lingdimi, mayli oldida bo'lamdi, tegida bo'lamdi, o'tirishda bo'lamdi, bir yadimi, bir jumla bo'lsa-mu, Sharq Turkistonning mustaqilligidan boshqa yo'l yo'q ekanligini u yoq qistirishimiz kerak. Ondan keyin ilgirlash bo'ladi aziz qarindoshlar. Biz tayyor turishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shuning uchun meniki doim deydiganim yana bo'libmi yoshlarimiz. Biz o'zimizningki kelgisi, ya'ni o'zimizni shunday qo'yishimiz kerak. 10 yildan keyin Sharq Turkiston Cumhuriyeti qaytadan mustaqil bo'ladi va u Cumhuriyetga men xizmat qilishim kerak. Davlatimningki amalligini, bexatarligini saqlash uchun, davlatimningki gullanish uchun men qaysi kasblarni o'qishim kerak, qaysi bilimlarni egallashim kerak, davlatimni qo'g'dash uchun qanday bilimlar ketadi menga deb shuni hozirdan tortib o'rganishimiz kerak. Bizga boshqasi bizni kirib tarbiyalab bermasmi, biz o'zimizni tarbiyalashimiz kerak aziz qarindoshlar. Chunki ishonamanki bizga eng oxirgi bir fursat, bir qutulish fursati kelyotdi va bu qutulish fursatga biz tayyor bo'lishimiz kerak. Rahmat. Hozirgi zamonda shu bilim eng kuchli qurol. Doim tarixda buran bilim eng kuchli qurol ya. Shuning uchun biz bilimlik bo'lishimiz kerak. Davlatimizni qo'g'dash uchun, davlatimizni qaytadan tiklagandan keyin nurg'un ishlarimiz bo'ladi oldimizda. Shuningga o'zimizni astasdan tayyorlab turishimiz kerak. Deyganim shu. Qaysi bayam yana nim qilsam, qisqacha qilgan boshqa ishlarimizni nim qilsam, Aqtashlik kitobni o'tirga chiqardik. 276 bet bo'ldi. Xitoyninki o'tirib qo'yayotgan barliq yolg'onlarga hammasiga bir-birdan raddiya berildi. Paketlar bilan. Ya'ni
Xitoyni inkor qilolmayman, boshqalarim inkor Mana qilolmayman. Aqtaş kitapniki muqovisi shunda, mana siz bu kitobga oid ajr singdirdingiz. Mush gapingizni davomlashtirib, mush kitob to'g'risida qandaq buningki ichidagi mazmuni va buningki ahamiyati, buning uchun qanchalik ajr singdirganingizni bir deb o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Bu kitap hammalarga ma'lum bo'lganidek, oldi bilan biz 2022 yili buningki qisqartmasi 29 bitma 30 bitma qilib bir hujjat doklad chiqargan, Aqtaşlik doklad deb. Keyin buni texnik kengaytib tafsiliy qilish uchun shu vaqt ketdi. Biri buningga bir 3-4 vaqtimizni chiqara oldik va boshqa ishlarninki chiqib ketishi bilan 100% vaqtimizni buni qo'yamaganlik uchun sal uzrab vaqt buni chiqarish vaqti sal uzrab ketdi. Ammo tafsili bizningki tariximizni hozirgi davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni ba'zida deydi-ku, Xitoylar Uyg'urlardan o'tmayapti, o'ttirish qismi irqiy qirg'inchilikninki paketi yo'q, aqchi ko'kchi deb. Aslında teşvik kılıyor. Mesela bizim atalmış sote Şarkı Türkistan demeyimiz Xitayni öttiriş cinayetidir. Yani kastan öttürayotgan cinayetinden aklı etti ya, paket tapanmay. Ve onun gibi en beşi şunu baş kılıp biz birinciliğimizde. Xitay bizninki neçe milyon halkımızını öttürüp etkenlikini, öttürayotganlıkını paketler bilen oturup koyduk. Ondan keyin başka cinayetlerini oturup koyduk. Bütün BDT'ninki irqiy qirg'inchilik qonunida 5 tür cinayet var ya, irqiy qirg'inchilik hisob qilingan. Hammasini paketi bilan Xitoy mana bizga irqiy qirg'inchilik yurgizyapti, mana paketlar deb hammasini tafsiliy tushundirdik. Hatta bu irqiy qirg'inchilik qandaq başlaganligini, buning aqısda qandaq suiqaslar bilan, qandaq o'yinlar bilan Xitoy buni epirayotganligini va buning nishoni tamamen Sharq Turkiston xalqini, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiya xalqlarini tamamen uzil kesil yo'qotib etish, yo'q qilish niyati ekanligini o'tirib qo'ydik. Va bu Xitoyning bunday qilmishi shu Sharq Turkiston masalasiningki, Sharq Turkiston meselesininki tamamen yok qilish uchun eng oxirgi qilayotgan final solution deyilgu, eng oxirgi nima deymiz, solutionni tadbirdan do'q, nimadan do'q bijnimi deb ashunda bir taraf qilish ekanligini o'tirib qo'ydik. Ondan keyin Sharq Turkistonninki jug'rafiyasini, Sharq Turkiston ismninki nereden keldiganligini, tarixdan buyon Sharq Turkiston nima deb atalganligini. Masalan, Xitoy doim o'tirib qo'ydi, Sharq Turkiston degan so'zni uruslar nima bir urush ba 1820-yillarda shu o'tirg'i chiqarganti deb ashunda ta'tir yolg'on tashviqotlarni qiladi Xitoy istixboroti va Xitoyning nimalari. Akşe Şarkı Türkistan kelimesi bununki yalnız bir coğrafya manası emas, bir siyasi manası var. Çünkü Türkistan degan söz öz vaxtida Köktürk haqqalligininki. Şu Köktürk haqqalligini, Köktürk davlatini şu Türkistan deb atalgan şu vaqtda. Yerlik Soğdiyan tilida Türkistan deb elingan. Bununki şu bizninki Şarkı Türkistan'daki Astana deb Ryan Baturpan atraplı şu anda çıkan 600-yıllardaki evraklardan, yani materyallardan, ücretlerden çıkan nima. Bu Türkistan deyilişi şu devletini dağıtdı. Köktürk devletine ve Köktürk devleti hemenler bilirsen ki Şarkı Türkistan'da da peyda buldu. Şarkı Türkistan'dan çıktı. Yani Şarkı Türkistan'dan merkezinden çıktı. Bugünkü yani Karhoca Turpan tarafında Korun'un üstün tarafta Karşar tarafında Karhoca deb bir şehir var. Yani burun. Şu yerdeki şu şehir şu etrafta peyda bulup çıktı bu Köktürk devleti. Şunun Xitoy nima uchun Sharq Turkiston o kadar öç bu Sharq Turkiston yoki Turkiston kelimesi ya.
Muşundan. Çünkü bu siyasi egemenlikimizni, devlet igilik hukukumuzni takışıdığan narsa. Şunu belgileydiğan narsa. Şunun için Xitay bunun o kadar ölçmen. Şunu yuqtib etiş üçün o kadar ölçmen ki başka narsani nim qildi. Çünkü bizninki az zaminning igilik hukukumuzni Xitay kelishdan burun, Xitay tajovuz qilishdan burun, hatta Tang sulalası, Ming sulalası, Jinmel sulalasılar tajovuz qilishdan burun bu devletninki, bu Türkistan kelimesinin bağlılığını yo'qotish uchun qilinayotgan narsa. Yani Xitay bizni doim inkor qildi, buningki devleti yok. Yarım Xitay nimalarni o'tirg'a chiqarib Uyg'urlar devlet qurup bakmagan, kuchağının bir bulağını basin başkaranmaydı da başında fitneni teriydi ya Xitay istihbaratı. Yani şunun gammisiga izchil reddiya berilgense. Ondan keyin bu Şarkı Türkistan kelimesi banda şu 1000 yıldan aştı Türkistan kelimesiga. Hatta 1300-1400 yıl bulaydap kaldı. Ondan keyin Şarkı Türkistan kelimesi mi? Mesela Şarkı Türkistan degan kelimesi mi? Mesela Xitoydagi Uruslar 1820 yılda paydo qildi. G'arb matbuotlarida, g'arblarninki kitaplarda, tadqiqotchilarninki nimalarda, 1600 yillardan tortib Sharq Turkiston deb yozishga boshlabdi ekan. Buni ta'kidladik va Xitoy g'arb diyori, g'arb ülkeler deb Shiyu degan so'zi bor ya. Biz bularni Shiyu deydik, Shiyu bizning qismimizda aqch ko'kchi deb. Hatta Xitoyning o'zining tarixiy manbalaridan nim qilib bizni o Shiyu degini g'arb ülkeleri, g'arb devletleri ve bunu yalnız Şarkı Türkistan'a emas, O'rta Osiyoga, hatta Hindistan'ın şu Shiyu qatarida atılıp diken, hatta Avrupa ülkelerini Shiyu qatarida atılıp diken. Ve Xitoyning o'zining manbalarida köpünç vaqtlarda bizni yana o Shiyu deyishdan sırt Weigo, yani çetel ülkesi, çetel devleti deb tilg'ab diken. Bunun bilen bu Xitoyning atalmış biz azaldan biyaniki nimisiga septeplerge yalğanlarga paket bilen özününki manbalarini işletip raddiya berdi. Onundan sırat Şarkı Türkistan'ın zemin bütünlüğü bizninki haqiqiy chegirimizniki, yani şu Xitoyninki ben Ming sulalasi davridagi matbuotlarga hujjatlarga qarta hem Çin sulalısınınki Şarkı Türkistan'ı tecavüz kılıştın burun Çin sulalısınınki 1757 yılda sızdığan haritası var ve nimeler var, çigirlerin nimkigan. Bizning çigirimiz şu Jayigüen'de. Xitay bilen Şarkı Türkistan'ın çigirisi şu Jayigüen'de. Jayu Pass deydi İngilizce. Şu Kansu taraflarımız Şarkı Türkistan'ınki 13 yıldan tatip azır kadar, yakın vakit kadar Şarkı Türkistan'ınki bir parçası ve bunu şu Xitoyning o'zininki materiallarda, tarixiy materiallarda, hujjatlarda bunu aniq shunda ekanligini yozilgan, buni o'tirib qo'ydik. Sharq Turkistonninki geostrategiyalik muhimligini, masalan, boyligidan tortib Xitoyninki bu yerdagi qilayotgan askariy ishg'oliyat harakatlarini ve bir yerde Xitoy yalnız Sharq Turkistonda emas, bizden sırt Xitoy O'rta Osiyoni ve Hindiston u taraflarga biz ulanımı işgal qilish uchun tayyorlik qilayotganligini o'tirib qo'ydik. Masalan, bizningki zaminimiz, devletimiz o kadar boy. O kadar dünyadaki belki en boy zaminlarning birisi. En bey bulab ketmişmi? En boy zaminlarning birisi. Yani Xitoy kun yılda bizden net 100 milyardlık baylıqimizni o'g'irlab achib ketyapti har yili. Bugün Xitoy deydi o bizningki Sharq Turkistonninki umumiy GDP'si belki 300 milyon 260 milyard atrofida. Ameliy baylıqimiz belki onundan en az bolsa onundan iş küçelse en az degende. Yani Şarkı Türkistan'ın ne kadar baylıqını onundan görəleysizler. Bunu mu tefsili delil materyallar bilen oturup koyduk. Onundan sırt tariximizni anlattık. Mesela bizninki bir yerde Şarkı Türkistan
bugünkü bu yerda yaşayotgan Uyg'ur, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarninki bo'libmi Uyg'urlarninki bu yerda Sharq Turkiston zaminida eng az deganda 9000 yillik tarixi bor. Ya'ni Sharq Turkistonliklarninki burunqi ajdodlarimiz bu yerda eng az deganda 9000 yilning yozi yashab kelyotidi. Va bizningki bu kanimizda davom qilyotidi bu zaminda. Xitoylarninki Sharq Turkiston zamaniga yaqindan kelganligini o'tirib qo'ydik. Va bizningki eng az deganda 2000 yildan oshadigan davlatchilik tariximiz borligini paket bilan qurilgan davlatlarimizdan bizni o'tirib qo'ydik. Va Xitoy deydi o biz necha ming yil burun Sharq Turkistonni anda besib olgandik, manda kontrol qilib olgandik deb. Uninki tamamen yalgan ekanligini, ba'zi qismlarda ishg'ol qilganligini e'tirof qildik. Ishg'ol qilish urinish borligini, ammo Xitoy hech vaqt Sharq Turkistonning hech bir qismini hukmronlik qilgani yo'q. Bularninki shu vaqtdagi Dufu deydigan biznemsi bor. Askeri gazarmaları. Bu Dufusi şu Tacikistonda bugünkü nimisi deklam o'xshash bir narsa. Tacikistanning bu birishki yerlarda basları bor ya. Shuni shu yerdan sirt boshqa yerga chiqolmaydigan. O'zininki manbalarida o'zi yetibdi. Shu o'z yerdan chiqish boshqa yerga chiqolmaydiganligini, shu harbiy gazarmasdan boshqa yerga chiqolmaydiganligini shu vaqtda yozibdi. O'xshash. Onda desek Amerika'nınki başka devletinin hem miyade dünyanın her bir bolonlarda basıları var. Ama bunlara ilgili hukukluğunu vermeydi. Ondan sıra Xitay deydik ya, bula bizge ilk soğat berdi, soğat beriş arkalık bizge beyat kıyğantı dep. Onunkini tamamen yalgan ekanligini. Çünkü diplomasiyada o vaqtda har qanday padişaha bir elçi versiniz, bir soğat bilan evatmay başka bir amal yok. Hazırmı bunda qaydalı bor. To'g'ri. Gerçi unda altın ko'tarib ketdingizmi, azroq bo'lsin bir kichik so'g'at olib boradi. Agar Xitoyninki shu iddiasi, agar o ba'zi Uyg'ur, Turk va boshqa xalqlar Xitoyga so'g'at berib ekan, shuning bilan ularga bo'ysundi desak, Xitoymi necha ming qatim Aşo, on imperiyasından tatip, Köktürk hakallığı tatip, Uygur devleti tatip, İdikut Uygur devleti tatip, Karhallığı tatip, hatta Yarkent hallığı mı, min sulalası neçi min soğat nevatkellikini oturup koyduk. Ve o jarayanda Xitay bizning igilik hukukumuz eğer ondan imkısak Xitay bizning ki yani Yarkent hallıqınınki min sulalısının üstüde igilik hukuku bağlılıqını kubul qilgan bulamdı. O'xshash. Shunchqa buni Xitoyninki bu yalgan nimalarni o'tirib qo'ydik. Bu egilik huquq masalasida o so'g'at berish, so'g'at elish bilan o'yilqa egilik huquqdan voz kechgan yoki birisininki tegishirib qolgan bo'lmaydiganligini obdan tushundik. Agar unda bo'lsa Xitoy bizning tegimizda necha ming qatim yetib qo'papti desak bo'ldi. Bizning egilik huquqimizning ostida desak bo'ladi. Chunki Xitoy biz Xitoyga bergan so'g'atga nisbatan Xitoy bizga 10 ming aslab necha ming qatim so'g'at berishga majbur bo'ldi. Chunki diplomasiyada shunda ustunlik bo'lgan o vaqtlarda. Undan keyin bizning xalqaro qonun bo'yicha bizningki bir Sharq Turkistonninki besilib olgan davlat ekanligini xalqaro qonunning qoidalari bo'yicha mayli Xitoy uni ozodlik damdi, ishg'oliyat damdi, boshqa narsa bo'ldi, xalqaro qonun bo'yicha karşı tarafının kurallık kişininki besip kirişininki bilen o meyli üzerine azat kılgıçı demde başka nazamda halkara kanun boyunca o işgalçı. Onu düşündürdük. Ve halkara kanun boyunca Şarkı Türkistan halkınınki işgalçılara karşı hareket yani kurallık hareket kılış hakkı bağ ekanligini düşündürdük. Ve bununki BDT kanunundaki BDT'ninki nurgun oturup koygan maddeler karta resolutionlar karta oturup koyduk. Halkara uruş kanununki maddeler karta oturup koyduk. Yani Şarkı Türkistan halkınınki Xitayga kurallık karşılık beriş kanun hakkı bağ ekanligini paket bilan oturup koyduk. Ve bu kurallık hareket kılış karşılıkını Şarkı Türkistan halkı ta 1949 yılı Xitay
kommunist tajovuzchilar Sharqi Turkiston ziminiga besib kirgandan bo'lgani qadar izchil davomlashtirganligimizni o'tirib qo'ydik. Va masalan ko'pinchalarimiz shu nurg'un tarixiy kunlarni unutib qoldik. Nurg'un Sharqi Turkistonda bo'lib 49'dan keyin necha yuz qarshilik harakatlar olib berildi. Necha yuz, hatto ba'zilarimiz deymiz bu nima g'ulji qirg'inchilik, ya'ni 97-yil g'ulji qirg'inchilik eng yaqin bilindi ya, yoki barin qo'zg'oloni inqilobini xotirlaymiz. Onundan burun, onundan necha asrlab kuchli qarshiliklar bo'lganligining hammasini pakt bilan o'tirib qo'ydik. Buni ko'pincha xalqimiz o'zimizmi unutib qoldik. Shaxsan ba'zilarini men qayt shu surish qilish jarayonida vaydab qoldim-da men. Bir faxrlandim xalqimizningki, ya'ni o kadar qarshilik berganligiga, yana bir tarafdan bularni unutib qolganligimiz uchun azroq nima deymiz, ko'nglim yerim bo'ldi, ichildim. Ondan sürüt biz şu Xitoyninki şu mustamliki, işgaliyet ve xalqimizni kontrol qilib davosimizni, ya'ni mustaqilligimizni tusash uchun ep bo'lgan barliq harakatlarni o'tirib qo'ydik tarixiy manbalar bilan. Masalan, qisqacha desak, hozir qadar davomlashyapti bu. Xitoy yani şu o'zimizningki xalqimizning orasidan chiqqan hain munofiqlarni ishlatish orqali Sharq Turkiston davosini, ya'ni mustaqilligimizga bo'lgan davosimizni, kurashimizni ojizlashtirish uchun, yo'qotish uchun harakat qilib kelyapti. Buning tipik misoli 1878-yili nima deymiz, Zozantang Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin birinchi qiladigan ishi bu şu burunqilqi Yaqub Xon Begninki davridan burun ki şu Çin sulalasi xizmat qilgan g'alchi Xo'ja Beglar bor ya, shuning avlodlarini chunki ko'pinchisini o'z vaqtida o xainlarning ko'pinchisini o'z vaqtida shu Yaqub Beg yo'q qilib yetib ekan, ammo ularningki avlodlari borda, shuni 3300 ni tepib izlab Xitoy yana ularni tiklaydi. Xo'ja u bizni beg qilib şu bizni kontrol qilish uchun mollalarimiz setilib aşında ishlarni qiladi. Buni zaten bunun tipik misali şu ilqammisi ulug' qahramon deb bildigan İsa deb birisi bor. O'zining kitobini o'qishinglar kerak. 85-yilda o'zi nashr qilgan kitobini o'qinglar. O kadar faxrlanadiki Xitoy qilgan xizmatidan. O kadar munofiqlarcha. Ba'zilarini deysizlar, pakt davlatlar pakt qana bunda yushiryapti, anda qilyapti deb. Shunda deydi-ku, paktni o'tirib qo'ymayapsizlar, yushiryapti, hujjatlar bor. Ash hujjat hammasi ash kitobning ichida. Shu kitobni o'qisanglar, hamma hujjatlarni ashuni topa olasizlar. Xitoyga xizmat qiladi bu. Hammalar ma'lum bo'lgandek, men shu Qing sulolasi Zozantang davridan tortib şu nimqicha xizmat qilib kelgan. Şu vaqtlar qandaq milliy inqiloblarimizni qarshi turib va o kadar o'zini o kadar faxrlandirdi ya Xitoyga. Bir jumlasi bor me'adin. Shu kitobda aynan oldim. Buning o'zining kitobida yozilgan. U yerda Toshkentga borgan vaqtda, Toshkent deyma, Andijonga borgan vaqtida buni nima Xitoyninki malay bo'lib ishlaydi, tarjimali bo'lib. Shu jarayonda O'rta Osiyodagi ba'zi Sharq Turkistonlar va boshqa shu G'arb Turkistonliklar Sharq Turkistonni mustaqil qilish uchun Urus bilan, Sovetlar bilan hamkorlashishninki Sovetlar shunaqa shaytayotganligini deydi. Bundan nima so'raydi? Maslahat so'raydi. Şunun bilan buni qarash turadi bu. Ya bunday qilsa Sovetlar Sharq Turkistonni dinsizlashtiradi, biz Xitoyning ostida yashasak anda yaxshi, manda yaxshi deb onu olib Xitoy xo'jayiniga deydi. Va shuningga deydi, biz yaxshilik qilishimiz kerak. Xitoy qilingan har qanday xizmat yaxshilikdir.
ve hizmettir. Şunu kılışımız gerek dep üzüne şunun bilen aşında fakirlendirdi. Şunun bilen lam bununki ömür boyu hayatı şu Xitay hizmet kılıp ütep Xitaylar bunda münafıklarını işiltip şu davasımızı bire kontrol kılış için. Yani birisi chet elde kaçıp ketkenlerini mi? Mesela sürgünde çıketken nimi ba? Mahmut Moiti. Generalimiz Mahmut Moiti yapandım ba. Hatta nime Hoten Emiri nime Muhammed Emin Buğralı ba. Ola Afganistan insanlığı çıktı do. Uyağı çıkıp gitken jarayanda Xitay gomandan ma İsa bilen şunundaki başka münafık hayırlarını yol gitip bunu hayır kıldırış için nim kıldı. Hayır kıldırış jarayanda onu mıgallarını şu tütlep mesela Türkiye'de mi kılıvatıdı o bununki şu bu şununki takipçileri bununki kaldıkları desek mi bulamdı o ya ki evlatları da mı biznimeleri desek buluda. Kılıdı o. Bunu karıştırgandan mısın terörçü akçıkökçü dep bir kalpakla bilen turmosu tutudu o. Aynı vaqtda opmoqşaşına qıyğan. Mesela Mahmut Emin Buğra'nı yapının jasısı akçıkökçü dep onu sultudu. Ondan dikin eğer biz bilen qaysınız bizge boysunsunuz Xitayga enjing bilen biz qaysınız biz koydurup birimiz andamanda dep nim qılıdı. Onaga Allah'a şükür Mahmut Moiti onunga boysunmaydı. Turumda yazsam mı yatayım mı sendek münafık hayırlar bilen devletimi satmayım dep onu unumaydı zaten 12 nimisim ba ötken yıl 2 yılın aldı da menla kögentinler. Mahmut Emin Buğra'ga moqşa suiqas qılındı. Mahmut Emin Buğra işqirak yetip gitdi bu biçare ve aýygyda yani şu gomandan bunu açık süzüp açıkda oturmadan çünkü 800 ýa turmagy soldat kızganmy yani şu. Bu kişi aldanıp gidip keyin özünün döwletine muş münafıklygynyň agysyn kep halkyga şu Xitay tarapda bolup hizmet kıldı. Bunu ammadan biladigan näse. Amma muşunda hareketlerini kıldı. Bugün muşunda hareketler dawamlaşýatydy. Keyin Kompartiya Xitay komünistligiga wagtmy opmoqşaş näsini kıldı. Ana şu buran özüge hizmet kılgan, buran Xitay hakimiyetleri hizmet kılgan münafıklygynyň şu ballalaryny, nimelerini tep izdep şunu okutup tarbiyeledi Beijing gapırıp. Onu tarbiyelep bolgandan keyin maxsus jasuslyk organından birini kurdu. Şu bütün her kandak orullarga çekizip mesela mollalarımızı jas mollany yetiştirdi. Jas alimini yetiştirdi ama şu tarihi nimelerdi bak kitaplarda aşının menbelerini tatıp ammenasını oturup koyduk. Ve 90-njy ýyllardan keyin Şarkı Türkistan davasy asta-asta halkaralaştyrışga tırışkandan keyin bolup Oturasiýanyň mustaqilligiga erişkendan keyin Xitay teги mevjudi ve bizni bu davany ýok kılış üçin her xil hareketlerini, her xil nimelerni kıldy. Aslında hazır Xitaynyň özüniňki doklatlary boýunça, Xitaynyň döwletiniň özüniňki doklatlary boýunça 97-nji ýyldan tatyp chet eldeki barlyk Şarkı Türkistanlyklarynki uçurlar degenimiz bularınki nimini yaxşı gördü, kandak ideyası ba, kandak acizliki ba, kim bilen dost, kim bilen düşman hemmeni Xitay nim qıp durdu eken. Ve bununki jasuslary, Xitaynyň jasuslary bazı kısımlaryny hatta atalmış ilki mustaqil şekilde mi oturup koydu eken. Ameli mustaqillik hareketini yokutuş üçün. Bununki zaten tipik misali nimeden köydük ya, Oturasya'da bir köydük bunu 90-njy ýyllarda, ahyrlarda. Ondan keyin hazır kadar mükrawatymyz, mesela Suriýadaki hazır kadar bizninki biçare halkymyz, nadan halkymyz, yana bizninki Şarkı Türkistanyňki armiýasy, Şarkı Türkistanlyklaryň mujahitleri dep oturup çykdy. Ve o biçar mujahitlerinin köp kısmı yana özüninki doğru yol ekenligini doğru yolda hizmet kılavatman, vatanım üçün, milletim üçün kireş kılavatman dep oylaydı. Ama ameliyatda yani şu yügen Xitaynyň kuldy ekenligini bilenmäýatydy. Bolmasa 20 ýylyň ýazy 30 ýyl bulay dep kaldy. Bir Xitaynyň burnuny kantyp bakkyny ýok. Kalıptıkını diyenmeydi. Propaganda kılıçtı şu. Garip ne tıllaydı. Garip ne kıldıgan dünyada hilafet kurur men deydi Allah bilen birlik kılıp şu Xitaynyň teşviqaty kıldım. Maslaşıp durdu bular.
Bunu düşündürdük ve bulupma yakınki zamanda oynanıvatqa uyallanımı düşündürdük. Amma nasıl başını kılıp bu kitapның içinde ve en ağırda Şarkı Türkistan'ınki nima üçün mustaqil bo'lish kerak? Yani mustaqillikning asl keltirishning boshqa yo'li yo'q ekanligi nima üçün bu bunda bulab qolganligini va xalqaroning qandaq harakat olib berish kerak haqida en oxirgi qismi shu to'g'riliq yozildi. Ve onun da yani şu Şarkı Türkistan'ın aldı bilen bu ırkı kırgınçılıknınki yıldız neme? Şarkı Türkistan Xitay tarafından tacavuz kılıngan ve işgal kılıngan bir devlet ekanligini bunu itiraf kılışı ve bunu lanetleşi. Ve Şarkı Türkistan halkınınki xalqaro kanun boyunca xuddi başka milletlerninki kandak hatta devlet kurup bakmagan başka milletlerninki kandak özününki öz takdirini öz belgileş, işgalçılığa karşı duruş hakkı bolsa Şarkı Türkistan halkınınki 2000 yıldan artık devletçilik tarihi var Şarkı Türkistan halkınınki devletini müstakillik nasıl keltiriş xalqaro kanun boyunca hakkı var ekanligini ve bunu xalqaro kanun boyunca yana xalqaro qo'llash ekanligini qo'llash majburiyati bor ekanligini o'tirib qo'ydik. Yalnız bu Şarkı Türkistan'ın kelgisi üçün emas, umumiy dunyoning kelgisi üçün, umumiy dunyoning bexatarligi üçün muhim ekanligini. Çünkü bizni bitkizgandagi Xitoyning nishoni O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo, masalan Hindiston boshqa davlatlarga, hatta ta Yevropa kadar mağmoqchi. Buni hammamiz bilamiz. Ammo xalq g'arbga nisbatan paktlar bilan o'tirib qo'ydik bu masalalarni. Oylayman bu albatta bunun da kusurçuluk yerleri bak. Kusurçuluk degenim mesela bazı kemçik yerler degenim mesela ne çıkıtım közden geçirsek mi 4-5'imiz ne çıkıtım közden geçirsek mi yana bazı yerlerde ya bir harf eşkrak ya bir harf kemrek bulap başında imla hatalıklarından bir 4-5'i yana baken tekice şunun için bunun kadın kusur tapmagaysılar ama bu onu tüzemiz elbette ama bu yana xalqimizninki haqiqiy tariximiz, haqiqiy madaniyatimiz, haqiqiy kimligimiz, haqiqiy arzusimizni, haqiqiy masalalarni dunyoga bildiradigan bir kitap, bir paketlik kitap. Xitoyninki tüm yolg'onlarga paket bilan javob beradigan bir radiya. Xitoyninki yalgan teşvikatlarga bir cevap ve Şarkı Türkistan halkınınki, Şarkı Türkistan devletininki nima ekanligini xalqaroga bildiradigan bir kitap deb o'tirib qo'ydik. Shuning uchun buni hammanglarga agar kopiyasi kerak bo'lsa biz PDF shaklini qo'yib qo'yamiz yaqinda, men tuziladigan yerini tuzitib. Buni shu parlament a'zolaringizga dunyoning har qaysi buluşunuldan qat'i nazar bir işinlarni talab qilamiz va eng muhimi o'zinglarning haqiqiy tarixini Xitoy tarafidan yoki boshqalarning tarafidan yozilgan emas, o'zinglarningki haqiqiy Sharq Turkistonning haqiqiy tarixini, haqiqiy kimligini, haqiqiy madaniyatini, haqiqiy bu yerdagi bo'layotgan bu irqiy qirg'inchilikni tushunib yetinglar qarindoshlar. Çünkü bir yerde torlar deyilayotgandek Uygurlar bir aram bir neçe Uygurlar kampta ulayotdi deb chiqdi ya. Onun da to'g'riliq bir paket yo'q deb. Xitoy bizni qirg'in qilyapti deysiz qarindoshlar. O kadar irqiy qirg'inchilik qilyaptiki, bizni nüfusimizni 3dan 2 qismini tamamen yo'qotib etmoqchi. Qolgan bir qismini shu shaklda qo'yib yok şekilde kul kılıp işletip kalan 3'ten 2 kısmını tamamen yok kılıp etmekçiyiz qarindoshlar ve bunu devam kelyapti. Yılda net 100.000 qarindoshlarimiz qirilyapti qarindoshlar. Bunu bilishinglar kerak. Shuning uchun bizninki boshqa vaqtimiz yo'q. Bundan keyin biz vaqtimizni Xitoyninki to'g'rildagi churol-murollarga Saqti hesaptaki onda bir-birimizni urush qilib qo'ygan nimalarga ishlatmay, kuchimizni shu Xitoyninki tajovuzchiligiga, Xitoyninki qilayotgan irqiy qirg'inchiligiga, shuni ayblash uchun, shuni la'natlash uchun va xalqaroning shunga harakat qilish uchun
Şunu nim qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Agar bundan keyin yana shunda uyanlarni davom qilaman deydiganlar bo'lsa, munofiqlar. Xitoyning saqt hisoblari tillab nim qilaman deysa, %100% bilinglarki, ular Xitoyninki o'ynayotgan nimalari. Bundan keyin aldanmaylar aziz qarindoshlar. Bundan keyin bizningki agar atam nadi, dadam nadi deydigan bo'lsangiz, Sharq Turkistonda, turumlarda, kamplarda ya öldürüldü ya öldürülmekçi ve onu qutquzish uchun davlatimizning mustaqilligini asl keltirishdan boshqa yo'l yo'q. Shuning uchun biz Turkiyada bo'lamdik, Amerikada bo'lamdik, Yevropada bo'lamdik, Yaponiyada bo'lamdik, dunyoning har qaysi bir bo'lingda bo'lamdik. Bizning davomliq deydiganimiz, birdinlam deydiganimiz shu bo'lishi kerak. Agar haqiqatan xalqaro inson haqlari, kishilik huquq, irqiy qirg'inchilik qarash turman deydigan bo'lsang, mana Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llamay turib, asl keltirmay turib, buni to'xtatmaymiz. Zaten Xitoy atalmış demokratlardan mı bunu ko'rdik. Ve yana ko'ramiz agar shunda davomlashyapsiz qarindoshlar. Gerçi bizning ko'rdig'imiz tamamen yo'qolishini ko'ramiz o vaqtda. Shuning uchun bizga 10-15 yil vaqtimiz ichidan, 15 yilchilik vaqtimiz mi yo'q? 10 yil ichida biz tayyor turishimiz kerak xalqaroni Xitoyga hareket qilishini va buningga biz kerak bo'lsa canimizdan tatib, milimizdan tatib, qinimizdan tatib barligimizni shu yo'lda sarf qila oladiganligimizni xalqaroga bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Chunki agar biz to'g'ri hareket qila olsak, biri Allohning rahmatini keladi, ikkinchisi xalqarodimi ortak düşmanımız bilan yani ortak düşmanımız bo'lgan davlatlar bizga yordam qilishdan boshqa amal qolmaydi. Doim deb kelyapman-ku. Masala u chet ellik emas. Masala bizda o chet ellik anda adapto, chet ellik manda adapto. Chet ellik biz nim desek shuni qabul qilishdan boshqa chora yo'q. Chunki ularning ulug' kishilik huquq nimasi bor. Kishilik huquqni hurmat qilamiz, siyosiy haqlarni hurmat qilamiz, öz taqdirini öz belgilashini hurmat qilamiz deydigan ulug' shuarlar bor. Shuning uchun biz u shuarlarni ko'ziga tiqishimiz kerak. To'g'ri. Shuaring ma bo'lsa, mening xalqim meni talab qilyapti. Agar yordam qilish niyating bo'lsa, mana bo'lmasa sening shuaring yolg'on deb ko'zga tiqishimiz kerak buni. Uningdan keyin ular majburiy nim qiladi. Anıga ulug'im tushuntirishimiz kerak. Bu masala yalg'iz biz bilan emas, sening kelgusing uchun muhim. Bir mustaqil Sharq Turkiston sening kelgusingni qutqizadigan narsa, dunyoning kelgusini qutqizadigan narsa deb bularga tushuntirishimiz kerak. Ammo yana nim qilib hammasiga qilib o'ttarsak, munofiqlarchi har deginiga 3-4 tap tashlab bergan enidiniki yoki boshqasini tashlab bergan tengisiga vatanni setibsak, milletki hainlik qilishdan burun sirtdan o'zingizning kelgusiga, ya'ni avlodlaringizga hainlik qilgan bo'lasizlar. Zaten sizlar hainlik qilaversizlar-ku. Sizlar avlodingiz bilan nimani bilan ko'ringlar yo'q, ammo ma aldinib ketayotgan xalqqa da'vatiman. Chunki hammasi bu yerda hammasi Xitoyninki josusi yoki hain emas. Ko'pincha xalqimizninki 90%, 95%, hatta hainlik 2% mi chiqmasligi mumkin. Yomon chiqib ketsa shunchalik chiqar. 98% xalq shu kontrol qilib, ma'lumotdan, bilinmayotgan, bileydismi ham bir gap qilsam, uni terrorchi, aqchiti, ko'kchiti deb sultadigan tehditli bo'lganlik uchun. Xuddi meni sultib baqqaningdek, boshqalarni sultib baqqaningdek, qulni desiningki, ajdodinglar, ulug' doyinglar hain İsa Yusuf, Mamtimin Bug'ra bilan Mahmud Mo'yti va boshqalarni sultib baqqandeklam ish. Ammo biz buningdan ne sizlarniki, ne Xitoy xo'jayinlaringizdan, atollaringizdan, boshqa nimalaringizdan qo'rqmaymiz. Bizga birlam yo'l bor. U bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish va bir dushmanimiz bor, Xitoy tajovuzchilari. Va sizlar Xitoy tajovuzchilarining yerida topsanglar, albatta sizlar bizning dushmanimiz. Ammo sizlarni Xitoy tajovuzchilaridan ayrim ko'rmaymiz. Chunki shular bilan baribir xizmat qilayotgandiki, ya'ni shu Xitoy tajovuzchilar sizlar. Agar shundan munofiq qilayotganlar.
hayırlı kılıvatkallar. Bunu kılmavatkallar. Ezip kelavatkan halk uygunish kerak. Haqiqatni bilish kerak. Bir kallanını işletinler. Kimninki hata kılıvatkallıkını, kimnin doğru kılıvatkallıkını obdan bilalayıslar. Artık korkmanlar. Korkaydıgan bir nas kalmadı hazır. Bizninki kaybedecek, yokutup koyduğun başka nasımız kalmadı. Gururumuzu yokutup koyduk, vicdanımızı yokutup koyduk, imanımızı yokutup koyduk, vatanımızı yokutup koyduk, qarindosh tuqqanlarımızı yokutup koyduk. Bir qalgan narsa şu bir ses jenimiz. Hiç narsa kelmeydigan bir ses jenimiz kaldı. Hiç nima qilolmayapmiz. Agar bu jandan voz kechmasek, şu bu korkudan özümüzni qutqizolmasak, vatanimizni qutqizolmaymiz. Şunun için korkmanglar. Agar kerak bolsa, agar öttirimin desem, merhamet kilip küçü bolsa öttasin. Ketsanglar Allah yolunda şehit bulasılar, vatan yolunda şehit bulasılar. Ama korkmaylar artık. Münafıklardan, hainlardan, düşmanlardan korkuduğu vakit ütep ketdi qarindoshlarım. Biz ammanlarni yana şunu yana deyman. Qo'limizdan kelgan ishlarni yozalaydiganlarimiz yezishimiz kerak, o'qiyalaydiganlarimiz o'qishimiz kerak, so'zlayalaydiganlarimiz so'zlashimiz kerak. Hech nima qilolmasakmi, qeri bo'lib ketsakmi, bir bayrog'imizni ko'tarib, shu boshqa ish qilolmasakmi, tilimiz bo'lmasmi, shu bayrog'imizni ko'tarib, shu mayli Aqsaroyning oldida bo'lsin, mayli parlamentning oldida bo'lsin, mayli boshqa uzalni turishlik bir davlatninki hukumat binosini oldida bo'lsin, shu bayrog'imizni lapillatib turishinglar o'zim o bir xizmat qarinda. Hech nima qilolmasanglarmi, buni qilishinglar kerak. Rahmat. Biz umumiy mustaqilligimiz uchun artıq haqiqiy harakatga o'tish vaqtida yetib ketib bordi. Aldığımızda xili fursatlar keladi. Yeter ki biz şu fursatlarga tayyor turaylik. Shuning uchun aziz qarindoshlarim deydiganim yana tekrar qo'limizdan kelgan qila oladiganimizni qilaylik va to'g'ri qilayotganlarni qo'llaylik. Deydiganim shu. Rahmat. Bu Faysal Xudoyor efendim dedi. Bunun içindeki mezmunlarını, cevherini sözlep verdi. Onundan köp mezmunlu var. Bu biz için yol yoruk. Biz devamlı Xitay'da yol yoruk dep anlayımız mı? Bu bizden yol yorukımız. Bu kitapka emanlarına ilgi çıkışınlarını, okuşunlarını, bilişinlarını, özümüzden körüp yetişinlarını kılımız. Hem de biz bunun akıgılan, okuşaş ulu hizmetin yanı birisi oldu. Bu bir ulu hizmet. Bunu hazır düşünmeyenler belki kelgisi düşündü. Lakin kelgisi çık vaktimiz kalmadı. Bana kimlik, iftihar bilen bu kimlikni qo'limizga oldik. Kimlik to'g'risida azroq so'zlab bergan bo'lsangiz, bu kimlik bu bek ulug' ishninki yana birisi oldu bu. Buni azroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Xo'sh, bek vaqt olmay, vaqtni xili ep ketdim. Bu kimlik masalasiga kelgan chaqda, bu kimlikninki ikki asos nima bilan bir yerga o'tirib qo'ygan to'q. Biri xalqimizningki o'zininki davlat tavallikini bildirishga. Ya'ni xalqimizni davlatimizga, Sharq Turkiston zamaniga bog'lashga. Bu bir vatanparvarlikni uyg'otish va xalqimizni shu davlatchilikka bog'lash. Ikkinchisidan bu kimlikninki qisqachalam desam, ammanglar deysizlar-ku, biz nima xalq saylam qilish kerak, xalq qanday qilish kerak, xalq manday qilish kerak deb. Buni ba'zileri to'g'ri deb nim qildi, ba'zileri shu dushmanninki yo'l yo'riq bilan xalqimizni qo'ldo'ltiman oldiya olaymi deb nim qildi. Shuning bilan agar xalq saylaydigan ish bo'lsa, mana kimlik bilan biz chunki hozir kimliksiz saylam qiladigan yerda problemlar chiqyapti. Shuning uchun kimlik bilan har qanday Sharq Turkiston kimlikni nim qilganlar bundan keyin 2027-yildan tortib inshaalloh ichki saylamga qatnasha oladi. Shu Sharq Turkistonning hukumatininki raisiga, Cumhur raisi ubu deganlarga ichki saylam bilet tashlay oladi. Shuning uchun buni ikkinchi nima shu. Onundan surat yana kelgusida qiladigan hukumatninki sal shakl nima texmo professional qilsak, u yerdan yordamlar asta-asta kelyotdi. Xalqimizga ko'rsatadigan xizmatlar buludu. Mayli asylum mülteci panalık işleri de bolsun, mayli o'quvchilarimizni o'qitadigan ishlar bolsun, yoki mayli uya bu yerda chechilib qolgan yetim
tulu adillerimiz bolsun, şulaga iqtisadi jihatdan, maddi jihatdan yordam beradigan programlarni inşallah barpo qilamiz. Şunu tizimlab nim qilib, şunu nim qilishga halqa. Shunda xizmatlarga iltimos shunda programlarga iltimos qilish uchun ya'ni shu kimlik nimasi kimlikni nim qilish. Undan keyin albatta kelgusi davlatimizningki bir nimisini yaratish. Davlatimiz qaytadan asli keltirilgan chaqda az bo'lsa o'zimizningki sistem yani qaytadan yangi biznes qilib chumay bir ulisi bo'ladi nim qilishgan. Umumiy kimlikimizni xalqimizningki nüfusini ubunimini ölçeşke. Şunun için bunu qilyapmiz. Buningki ahmiyati, eng birinchi ahmiyati shu davlat tavallikimiz. Hammamiz deymiz ya biz Sharq Turkistonlikda. Mana buni kimlikni nim qilamiz. Masalan men buni kimlik o'zimning kimligimni men necha shiltib bo'ldim hozir. Necha uni bu yerda hammasini qilib batdim. Hatto necha shiltib bo'ldim. Bu resmi professional kimlik bu. Xuddi boshqa bir davlat tarafidan nim qilgandeklam o'xshash. Ötüdü. Bu pasport emas ama bununki şuna açıklaş gerek. Bunun bilen başka bir devletke ilki aylı pram bilet alıp bir şey uçanmaysınız. Ama kalan ilki sizinki başka normal kimlikle qanday işleyotgan bolsa, o'xshash shu darajada ishlaydigan kimlik. Shuni bildirib qo'ydim. Rahmat. Endi bu bizniki aqtashlik kitob chiqqandan keyin bek bayram bo'lgan Xitoy g'alchilarga deb qo'ygan bir gapimiz bor. Bu kimlikni ko'rishdan burun bo'lsa doktorxonaga yaqinroq jiddiy bilimga yaqinroq yer berib qo'ymasanglar, buni ko'rib yana ichingizdan qon ketmasin. Hamda bizningki hukumatimizningki torlarda odatda biz hukumat o'zimizningki bayonoti va bizningki mushta program xabarlarimiz bilan o'zimizning maydonni ifodalaymiz. Ammo torlarda ba'zilar biz hukumatni qo'llagan, ba'zilar biz hukumat qarshi turgan qora akkauntlar bor. Bu hukumatga vakillik qilamiz sizning. Bu haqda biz qancha yıl bo'ldi? 3 yilning yozi az deganda ekranning oldidan 5 qatim. Az deganda 5 qatim so'zlab qoldim bu haqda. 2 qatim yozma şekilde bayonotni berib oldik. 3 qatim bo'libdi yozma şekilde bergan bayonotimiz. Va bayonmi o'tdim bu masalada. Yana oxirgi deydigan bundan keyin yana bu masalada yana so'zlab jugim yo'q. Bizningki torbitimizda tepilmagan, masalan torbimizda hukumat a'zolarimizdan tortib parlament a'zolarimizdan hammasining ismi bor. Bu yerda ko'rilmagan har qanday bir shaxsningki yoki bizning kishiningki yoki bir o'rinninki hukumatga vakolatan, ya'ni qilgan so'z harakatlari hukumatga bog'lanmaydi. O bizning sözümüz emas, onun qilgan hareketleri bizning hareketimiz emas. Bu bir. İkinciden bu qar hesapla dedim o. Buni shu Xitoy o'ynayotdi. Bizning xalqimiz buni bilmayotdi, ammo azroq istixborot to'g'riliq biznes o'qisanglar, tushunasizlar. Buni Xitoy o'ynayotdi. Bir tarafdan 3-4 hesapni yechib qo'yib bizni qo'llagandek qilib, yani bir taraftan şu arkalık nemi kılıp başkalarını tıllıgızop. Onundaki başkalarını salih anda digizivatıdı, salih anda digizivatıdı. Şu, mesela mençe Xitay kınmavatkan bolsun mu, şu Xitay bilen hemkarlaşıvatkan münafıklar kılıvatıdı. Şunu dey, en tipik misali, bunu benim beşimge öttü. Çünkü malum bir kişi, ismini atmışsam mı zaten emmenle bilirsin mençe. Bir taraftan hükümetini kollavagandek bulap, Bommasa aşılı bilen appak şapak jürdiğin birisi burunlam. Qo'llab bulab, hükümetini aşı kütürdü, anda kütürdü, manda kütürdü. Atsı ama şu zamanlam başkalarını tıllaydı, başka münafıklığını. Zaten münafıklık münafık. O münafıkta tıllısanlar o benim karım yok. Münafıkta tıllısanlar o münafık boğandaki paketi boğandaki o münafık disanlar işinin hiç gap yok. Ama ağzını bozup ağaçından da kılımın manda kılımı ağaç kökte belki ses kapını kıldı ya. İnsan kalbinden çıketken ses kapını. Şunun dikin o münafıkla o gapni Amerikalıklık yetkizdi. Mana Salih
qildiryapti. Mana bu Masalininki nimisini, hukumatninki nimisini qo'llayapti deb. Ashunda o'yin o'ynaydi. O vaqtda meni yomon ko'rsatmoqchi-da buniki niyati. Şunun bilan men nima qilaman? Uniki burunun shu kishiniki oli bilan appoq-chapoq bo'lgan nimasi ala mana. O'ynayotgan bo'lsa, ma u. Men bu vaqtda zaten necha qitim bayonoplab bo'ldim. O'ynayotgan bo'lsa, o'zlari o'ynayotdi buni. Meni yomon ko'rsish uchun. Chunki men bu aqchi ko'chdiginim uzun bo'ldi ya. Bu to'g'riliq gapni qilib yurmayman, tilg'imab yurmayman bundan man qilqani. To'g'ri. Bu yer qishib shu rahatsızlanıp ketayotganlik uchun shunday qildiryapti. Sen agar bu istixbaratchida birsi, sen aqlli bo'lsang kallangni ishlatib baq. Kallangni ishlatib baq, kim o'ynayapti buni sal izlab baq. Hatto shu torbetlarga chirib seninki nimalarni bor, NSA'ga desang, tepiralaydi ya kimninki o hesabning orqasida kim bor nimaligini hammasini shu izlab nim qil. Meni avar qilma. Meniki men vaqtimda shu tok-tokliga cevap verip vaktim yok ondan nim qilishga. Mening dushmanim bor edi. To'g'ri. Shu. Buni kim men deydiganim shu. Meningki hukumatimizningki bunda ko'chada aqli chuvaldi gap qilib yuradigan nimelik javob berish ajitimizmi yo'q. Biz hukumat Amerikaning tashqi ishlar ministri kelib Twitterda bir tok-tokniki yozgan nimasiga javob berib yurmaydi. Biz javobimizni shu Xitoyninki bagin nima Xitoyninki e'lon qilgan nimalarga hareketlarga shu tashqi ishlar ministri yoki boshqa nimalarga reddiya shaklda javob bermish ularga. Ammo biz ko'chadagi 3-4 tok-tokniki Xitoy g'alchilarininki yoki boshqalarininki o'yanchilarninki nimasiga javob berishniki ajiti yo'q. Biz unda tushunmaymiz. Xitoyning niyatimi shu. Ularning niyatimi shu. Bizni shu o'zdek tuvan qilib ashli bilan ko'tildi tutsa biz vaqtimizni başka kişilerini kılanma şu ko'chadagi 3-4 tok-tok bilan paranglashib o'ttasaqlam, urushib o'ttasaqlam Xitoy uchun ne güzel. Ama değil mi? Doğru. Biz o yanıga kelmaymiz va xalqimizning bundaq uyallarga kelmasligini umid qilamiz. Va yana dedim, o'tganki bizning parlament yig'inimizdimi, ilishkindagi parlament yig'inimizdimi dedik. Parlament a'zolarimizga va atrofimizga qo'llag'ichilarimizga o'xshaydi yetkazib qo'yinglar. Noma'lum kimlik aniq emas nimalarningki mayli bizni u qanchalik madiyalab ketsimi, nim qilmanglar. Bizga hisob emas. Bizga hisob emas, ularni hatto share qilib jumanglar deb nim o'tirib qo'ydik. Agar sizlarningki hisoblaringlar bo'lsa, dedi hatto o'zinglarningki shunda tunish bilishinglar bo'lsa, agar tillaydigan ish bo'lsa, unda shuni to'xtatinglar dedik. Necha qitim dedik buni. Ama bizniki bunday hesaplar yok. Men zaten hammasini men birazdan teşkirip oldum ne çıktım. Kim biz tarafta, kimni qaysiniki o'ynayotganligini hali obdan bilaman. Shuning uchun bunda uyallarga biz kelmaymiz va xalqimizning bunda uyallarga tushib qolmasligini umid qilaman. Bizniki dushmanimiz Xitoy. Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q. Xitoy tajovuzchilardan boshqa. Ve şu tajovuzchilar g'alchilik qildiganlarimi dedim bu. Agar Xitoy tajovuzchilarini qo'llaydigan munofiqlar bo'lsa, sen zaten şu tajovuzchilarning bir qismi. Shuning uchun seni ayrim tilga ilishning ajiti yo'q. Xitoy dushmanimiz. Nishonimiz mustaqillik. Undan boshqa dushmanimiz yo'q, undan boshqa nimamiz yo'q. Vaqtimizni bundan keyin biz qancha mayli bu Xitoy bizni tillab yag'dirib etamda, nim qilib etamda parvoyimiz pilak. Nochi bo'lsa Xitoyning tashqi ishlar ministrligi Xi Jinpingga boshqa nimasi o'zi kelib tillab baqsin, o'zi kelib nim qilib baqsin, nochi bo'lsang. G'alchilaringni ishlatmay, ishlaringni ishlatmay, o'zingga deydiganimiz shu. Rahmat. Bu texim ochiq bo'ldi. Biz necha qitim degan bizningki vaqt munosabat bilan biz jiq gaplarimiz bor edi. Undan keyin biz mushqatdan faoliyatda o'zimizningki peshqadam ikki milliy qahramonimizga azaldan mustaqillikni qo'llab kelayotgan Sadoqat ordeni taqdim qildik. Bu nihoyat faxrlik ish. Undan keyin ikki chet ellik do'stimizga bizning mustaqilligimizni qo'llayotganlarga do'stlik ordeni taqdim qildik. Biz bizning mustaqillik yo'limizni qo'llaydiganlarga shunday ilhom beramiz, ko'tiramiz, beshimiz qilib ko'tiramiz. Hamda oxirida hozir hamda vaziyat Amerikaning siyosiy vaziyatining o'zgarishiga ergashib, dunyo vaziyatining o'zgaryotdi. Ham bizningki Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga bir fursatlanib kelyotdi. Siz bu qadimda saylovning natijasidan keyinki
bundan keyin bo'ladigan ishlarga o'zingizning bir farzini qanday bo'ladi, kelgusimiz to'g'risida azroq so'zlab bergan bo'lsangiz, rahmat. Albatta. Bu haqda masalan biz parlamentdan Uyg'ur qonuni bor ya, loyihasi va bir qismidan o'tib bo'ldi, bir qismidan Avam palata kengashidan texi o'tmadi. Uni o'tkazishimiz kerak. Sharq Turkiston yoki Uyg'urlar ustida bir maslashtiruvchini Tashqi ishlar ministerligida bekitishimiz kerak aziz qarindoshlar. O bir. Ikkinchidan davomli hammamiz, ya'ni talab qilganimiz davlatimizni besilib olgan davlat deb e'tirof qildirishimiz kerak. Va ishonamanki, bu muddat bu bo'ladi. Chunki bu ham haqiqat shu, ham hozirgi vaziyat mu shuningga qistab olib Ammo biz buni tizdim 4 yilning oxirida emas. Bo'lsa yilninki 2025 yilning oxirigacha buni qildirib bo'lishimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz harakatimizni qilishimiz kerak. Xalq bo'lish bitimiz bilan o'zimizning parlament a'zolarimizga deyishimiz kerak. Xalq bo'lish bitimiz bilan. Masalan, ba'zi tashkilotlarni Aqshko'chi deb biz yaratmasak masala yaratadiganlar bor. Agar yaratgan bo'lsanglar shu tashkilotlarningki, ya'ni sinab beqish uchun, shu haqiqiy biz uchun kurash qilyapmiz, kurash qilmayapmiz, sinab beqish uchun mana bu haqda Sharq Turkistondan besilib olgan davlat deb bir bayonot qil va shuningga shu bayonotning ichida Amerika parlamentini hech xat yoz bo'lmasa bizniki imzo qilishing ketish shart emas. Biznikini yaratmasang sen yozki biz imzo qilaylik. Men teşvik qilib beray. Bu shunda tashkilotlar aslida tangla. Mana nimki Sharq Turkistondan besilib olgan davlat deb e'tirof qildiradigan bayonotni imzo faoliyatini o'rinlashtirdi. Echikda biz qanday ishimizninki Sharq Turkiston uchun xizmat qilayotganligini tarafdan birsin qo'pab Xitoyning o'zining butunligini xilop qilsa bo'lmaydi deb qo'psa sen Xitoy uchun xizmat qilyapsan, Sharq Turkistonga deb so'roq qilishing kerak aziz qarindoshlar. Besim qilish kerak. Anandan keyin bu ishlar bo'ladi. Ammo bizning oldimizda hali ishlar bo'ladi, kurashlar. Munofiqlarning bir qismi tozlanadi inshaalloh. Va bu da'vo haqiqiy Sharq Turkiston mustaqillik davosiga aylandi. Buni yaqin kelgusida ko'rishlar. Ammo bizmi hammamiz yana doim deb ketayotganimdek o'zimizningki aslimiz majburiyatimizni bir aslimizni qo'shishimiz kerak. Salilam qilyapti, shuni qillam tashlab qo'ymay, deb o'tmay. Sali qilayotgan bo'lsa, men Saliyni 10 qiyg'im bor deb o'zingni maydonga tashlanglar. Yalnızlam Salih'i taşıp koymaya yoki başkasını qilmay. Salih qilayotgan bo'lsa, biz Salihdan 10 qiyğim bor. 10 nim qiyğim bor. Texmi yaxshi qiyğim bor deb harakat qilinglar. Aziz qarindoshlar. Bu harakatni faqat Uyg'urchadan emas, chet tilda qilinglar. Chunki menga anlatishinglar bilan onun bir-birimizga anlatishimiz bilan biz 80 yil shunda o'tib ketdi, bir-birimizga anlatib bo'ldik. Bir-birimiz obdan bilamiz. Anlatışının bek çok anlatışının yok. Çetellikligini qilinglar. Qaysi davlatda bo'lsa, shu davlatni qilinglar. Hamma yerda o'xshash qaytadan faoliyat qilishimiz kerak. 2018da boshlanganimizdek qaytadan yana bir uyg'onishni barpo qilishimiz kerak. Ammo bu qatim yana Xitoyninki, g'alchilarininki uyallarga qurban bo'lib ketmasligimiz kerak. Aldınıp ketmasligimiz kerak. Yana mutlaq bir yarım Xitoyni, chala Xitoyni bizimni o'tirib qo'ydi Xitoy. O'zi chiqamagandiki shu g'alchilarni, ballalarini o'tirib qo'ydi. Ular chiqib bir yo'llar bilan azdirdi yana. U uyallar aldanmasligini kerak. Yana chiqib bayroq ko'tarsak bo'lmaydi. Amerikaning bayroqi ko'proq bo'lib ketibdi, anda bo'lib ketibdi. Amerika'nın parlamentinin aldığı annem kıysak bombayı Xitay'ınki halk küçüde yürüyüşümüz gerek degen uyallığa aldınıp gitmenler. Mustaqillik desek bombaydı. Mustaqillik bilen şu var bilen iş akmaydı akçı kötü dep. Aldı bilen deyiş gerek. Demesek başka nas kelmeydi o. Demeyle bu otur öyle
Bizga kishilik huquq Xitoy anam nerede, dadam nerede desa Xitoy ishini qilib ketmaydi. Biz xalqaroga agar sen kishilik huquq masalasini qilgan bo'lsang, mana eng ig'ir kishilik huquq izlab Sharq Turkistonda. Agar o'z taqdirini o'z belgilashini qo'llaydigan bo'lsang, mana biz xalqimiz necha ming yildan o'zimizning taqdirimizni o'zimiz belgilab keldik. Şirketimma 100 yıl içinde şirketim cumhuriyeti ilan kıldık. Biz bir besilvagan devlet. Biz takdirimizni özümüz belgileymiz ve müstakillikten başka yol yok. Kelsen bana birlikte hareket kılaylı dep, özününki ulug' bilgen bu gariplikning ulug' bilgen şuarını özününki küzüge tıkışımız gerek. Aziz qarindoshlar. Mana haqiqiy bo'lsang, mana erkek bo'lsang, mana ko'rsatmamiz tishingni deb anda nim qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Nim qilib, anda desek bo'lmaydi, manda desek bo'lmaydi deb o'ttirsak, shu vaqtni bir vaqtdan ziyon tortimiz, ikkinchi uningdan muhimi xalqimiz ulayotdi. Necha yuz ming xalqimiz her yılı necha yüz ming, her ayda necha 10 minglab xalqimiz qirilyapti aziz qarindoshlar. Onu bilishinglar kerak. Shuning uchun bizniki uni haqiqatan qutqizish uchun Xitoy yo'lini qo'yib berib nim qilib o'tmaydi. Uning haqiqatan qutulish uchun shu davlat nasl keltirishimiz kerak. Davlatimiz nasl keltirishimiz kerak. Qurolliq yordam, qurolliq urushimiz anda-manda qilamiz deymiz ya hammamiz. Vaqt kelgancha biz qurol bas anda qildik, manda qildik. O hiç kimsen kural vermedi, bir namayış gibi bir bayrakını kütürüp bir tayakını kütürüp çıkanmasan o sana kilip birisi kural vermedi. Aldı bilen siyasi hareketini kılışın gerek. Köşüşün gerek. Şu kuralga layık ekenligini köşüşün gerek. Onun için başka yardımlar kilidi. Onu köşetmeyi turup onda hakkımıydı, manda hakkımıydı yatık nimimizde oturvasak hiç kim yardım kılmaydı qarindoshlar. Hareket kıl, onun için kağını kilidi. Şu hareketimizni qilishimiz kerak. Qo'limizdan kelganini, qilalig'imizni, qilolmaganimizni emas, qilalig'imizni qilishimiz kerak. Qilolmaganimizni hech kim bizga "Mani qilolmading" deb qilolmaydi. Chunki imkoniyat bo'lmasa uni qilolmaymiz albatta. Ammo imkoniyat bor narsani qilmasak biz o'zimizga, yolg'iz o'zimizga emas, devletimizge, avlatlarımızga, kelgusimizga, ajdodlarimizga xayrlik qilgan bo'lamiz qarindoshlar. Shuning uchun eng oxirgi deydiganim hammamizga kuch, quvvat, jasorat ato qilsin Allohim. Va sizdan mushu 1 yil ichida uningdan tiz bo'lsa davlatimizningki bir bo'long'ini bo'lsa-mu, bir azroq bir g'arit 1 metrni bo'lsa-mu fethi qilishimizga, ozod qilishimizga nisb qilsin. Devletimizni xalqaroning xalqaro tarafidan besilib olgan bir davlat deb itiraf qilishiga nisb qilsin. Hammamizga mas'uliyat ato qilsin. Hammamizni xoin bo'lib qilishdan, munofiq bo'lib qilishdan, sotqin bo'lib qilishdan, bilib bilmay dushmanlik qilishdan davosimizga, vatanimizga, millatimizga saqlasin va xoinlarni, munofiqlarni, sotqinlarni yer bilan yakson qilsin va bizdan o kadar yiroq tutsinki, qiyomatda ular jahannamga kirsin va biz jannatga kiraylik inshaalloh. Amin. Rahmat. Bizning qilgan ishimiz ko'p bo'lgani uchun deydigan gapimiz uncha vaqt uzrab ketdi. Hammalardan uzr so'raymiz. Aqtashlik kitobning e'lon qilinishi to'lim ahamiyatli ish. Xuddi raisimiz doktor Mamtunalloh afandim deganidek, endi biz o'z tariximizni o'zimiz yozamiz, o'zimiznikini o'qiymiz. Boshqalarning bizga so'zlab berishiga muhtoj emasmiz. Bizning tarixiy va siyosiy asosimiz Aqtashlik kitobimizdan chiqadi va shunga ergashamiz. Kimning kim ekanligini bilib qo'yishning yana bir fursati. Bu bir milliy iftixor belgisi. Bunun sınıfı yok, kabilesi yok, partisi yok. Bunundan tükundirib, bu kimlikten özünü kaçırganlar, karşı gap kılganlar, kişini qayıl kılgıdak birer sebep gösterlemdi. Erkek olsa oçuk meydana çıkıp sebep göstersin. İlgiri müstakillik mi, avtonomiya mı, mezmunluk raisini çıkarta, cim bulvanlarının kimliklerini, təvəlliklerini bilgen ettik. Bu yana bir qıtımlıq sınaq oldu. Kimning kim ekanligini bildigan sınaq maydoni oldu. Bizning barliq qilganlarimiz, qilmoqchi bo'lganlarimiz faqat bir maqsad uchun, ya'ni vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun. Yana eskartishga arziydi-ki, bizning birli dushmanimiz bor. U bo'lsa-mu Xitoy tajovuzchilari va uning g'alchilari. Endi uning g'alchilari desek, chiqib ketadi g'alchilari. Ularmi Xitoyga hisob.
Ushbu sebep özünü Şarkı Türkistanlık deb hisoblaygan barliq qarindoshlarimizni hukumatimiz atrofiga zich o'yishib, mustaqillik aqidamiz uchun hass qo'shishni chin dilimizdan umid qilamiz. Sizning vaqtingiz ko'pdan ko'p rahmat. Vaqt munosabati bilan bizning programmamiz oxirlashdi.